Erkaklar depressiyadan chiqishi uchun 5 ta oddiy maslahat. Bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki 5-maslahat eng muhimi. Men 9 yillik tajribali preventiv vrach, psixiatr, psixoterapevt Gulhayo Komiliy blogimda siz uchun depressiya va nevroz holatidan chiqib ketish uchun eng foydali, effektiv bilimlarni berib boraman. Hoziroq menga obuna bo'ling, bo'lmasam biz qayta ko'rishmasligimiz mumkin. Birinchisi, hissiy bo'shashish yo'lini toping. Masalan, suzish, baliq ovlash, otish poligonida mashq qilish, ot minish yoki sizga zavq beradigan boshqa biror hobbi. Ikkinchisi, faol sport bilan shug'ullaning. Muntazam ravishda qilingan jismoniy mashqlar insonga yaxshi kayfiyat va energiya beradi. Uchinchisi, ijtimoiy aloqalarni yaxshilang va qalbingizga yaqin bo'lgan insonlar bilan ko'proq suhbatlashing. To'rtinchisi, to'g'ri va o'z vaqtida ovqatlaning. Chunki sog'lom ovqat kayfiyat va energiyani tiklaydi. Beshinchisi, eng muhimi, o'z vaqtida uxlash va to'laqonli sifatli uyquni kun tartibiga, hayot tarziga aylantirish. Chunki bu ruhiy salomatlikni kaliti.